tashlarlar ko'paygan bo'lsa, shuni ham tozalaydi. Keyin mana bu o'zimizning yangiliklar, mana bu probiotiklar qo'shilgan, nafaqat antibiotiklar ko'p olgan ayollarning lecheniyalardan keyin ichaklari buziladi. Buzilishi qanday bilasiz? Yoki shilliq qavatlardan panos bo'lib qoladi, yoki ich qotish bo'ladi, yoki hazm bo'lmay qoladi. Ko'p lecheniyalardan keyin ziyon bo'lyapti-da. Kuchli shamollashlarni davolaganda ziyoni bor. Yoki qabziyat bo'lsa, yoki gribok paydo bo'ladi odamda, yoki florasi o'zgaradi, ichaklarning, oshqozon buziladi. Shularni tiklaydigan mikroblari bor. Bizga kerakli, bizni himoya qiladigan. Даже mana shularni ichsangiz, ichaklaringiz mustahkam bo'ladi, immunitet kuchayadi. Rakovый kletka hammamizda har kuni paydo bo'ladi. Lekin bizning immunitetimiz kuchli bo'lsa, rakovый kletkani o'ldiradigan o'zimizning kletkalarimiz bor, killer kletkalar. Shularni ular mustahkamlaydi. Linux ichsangiz, u ichakda bir til ishlaydi, chiqib ketadi. Bu ham Linux vazifani bajaradigan, kirib ishlaydigani bor, ham ularga oziqa berib, o'zinikini o'stiradigan probiotiklari bor. O'zingizda himoya qiladigan kletkalarni o'stirib, parvarish qiladigan probiotik va prebiotiklari bor, katta dozada. Bu paketikni bitta kuniga iliq suvga eritib, 30 ta bo'lsa, 30 kunga yetadi. Например, siz charchoq bo'lsangiz, kasal bo'lsangiz yoki immunitet past bo'lsa, bolalar, kattalar, yosh kattalarga bersangiz ham juda tez rivojlanadi. Kasallikdan bosib, o'zi chiqib ketishga undaydigan narsa. Juda zo'r. Mana bu ham yangiliklar. Bu mushmullardan tayyorlangan meva o'sar ekan, Gruziya tomonida tez pishar ekan va juda nozik bo'lar ekan. Uni hech qanaqa chiqarib, o'stirib yoki olib borish imkoni yo'q. O'sha Gruziyaga borib issiq iqlimda o'sadigan meva ekan. O'sha hamma qanaqa mikroelementlar, vitaminlar bor, hammasiga boy narsa, oshqozonni davolaydi ekan. Gastrit, izjoga, hammasiga. Bunga quyuq qilingan o'sha mevani zardobiga qo'shilgan nok bilan ikkalasi juda yaxshi yo'talga qarshi ishlaydi. Buning ichida butilочка siropi quyuq, buni ozgina suvga solib, bir choy qoshiq kuniga iste'mol qilsa bo'ladi. Yo'talga qarshi, oshqozonga qarshi va immunitetni kuchaytiradi. Polniy vitaminlar bilan oziqa beradi. Gripp paytida, yo'tal paytida, tomoq og'riganda, oshqozon og'riganda, yoki ichib o'tgandan keyin bersangiz bo'ladi. Ichib o'tishni ham qoldiradi. Shunaqa mazali, shirin dori. Bolalarga ham bir kichkina tomchidan bersangiz bo'ladi. Suvga eritib berasiz.